Men zanjabilman. Meni chaynang. Men bolangizning ko'kragida olov yoqaman. Qon aylanishini kuchaytiraman va tanadan toksinlarni chiqaraman. Men evkaliptman. Meni qaynoq suvga soling va farzandingizga nafas oldirtiring. Men darhol nafas yo'llarini ochaman. Shunda u chuqur nafas olishi mumkin. Men timyanman. Mening damlamamni iching. Men traxeyada qisilgan mushaklarni bo'shataman. Shunda quruq yo'tal tezda to'xtaydi. Men asalman. Bir qoshiq meni yutib boring. Men farzandingizning og'riydigan tomog'ini oltin qalqon bilan qoplayman. Og'riqni kamaytiraman. Men ananasman. Agar farzandingiz shamollasa va yo'talayotgan bo'lsa, meni bering. Mening fermentim Bromelain shilimshiqni suyultirib, farzandingizning nafas yo'llarini ochishga yordam beradi. Men suvman. Farzandingiz kuniga 1-2 litr ichsin. Men shilimshiqni suyultiraman. Tanasi uni oson chiqaradi. Foydali maslahatlar va tabiiy davolash usullari haqida ko'proq bilishni istasangiz, obuna bo'ling.